Assalomu alaykum, sizlar bilan dublyaj kanal bolalar. Kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'yishni esingizdan chiqarmanglar. Bu animatsion video hisoblanadi. Shunaqa videolarni ko'p chiqishini xohlasanglar, like bosib, obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Bu qishloqda hamma yaxshi va zo'r yashayotgan edi va shu ish bo'lmaguncha birdaniga hamma joy qorong'ilashib, chaqmoq chaqib ketdi va qishloq ahli hammasi bitta joyga yig'ildi va o'zidan o'zi nezirit cho'chqachalar chiqishni boshladi va teleport paydo bo'ldi. Hamma cho'chqalar yugurgan, qishloq ahli qochgan, Stivga o'q tegdi va Jitil bu yerdan qochyapti va shuncha hamma qishloqlarni bular o'ldirmoqchi bo'lishdi va bu ish bo'ldi ham. Baribir bularni qishloqdagilarni kuchi yetmadi, chunki bular kam kishi edilar. Va kuchi hammasi Stiv shuncha harakat qildi, Alexlar shuncha harakat qildi va lekin baribir bu ish o'xshamadi. Ular qishloqni bosib olishdi, bularni kuchlari yetmadi va bu yerdan Golem yaralanib, qishloqlar chekilishni boshlashdi. Bu yerda ko'payib ketdi va bu qishloqlarni Nezirit egallab oldi. Va shu bilan Stiv yaralangan, hamma qishloqlar qochgan va o'lgan. Bu yerdan Stivni Alex olib ketmoqda. Va hamma qishloqlar qochyapti. Golem yaralanib, u ham qochyapti va butun qishloqni cho'chqachalar bosib oldi va hech kimni bularga kuchi yetmadi. Va u cho'chqachalarni, ya'ni Neziritni qiroli kelishni boshladi. O'zidan o'zi katta teleport paydo bo'ldi va hamma bitta joyga yig'ilib o'zlarini qiroliga ta'zim qilishni boshlashdi va bu yerdan sekin ustida bularni qiroli kelmoqda va hamma qo'rqgan va zo'rg'a turishibdi. Agar birorta narsa qilsa, bularni o'ldirib ketishi aniq. Bu yerda qolganlarni mahbus qilib oldi, qishloqlarni va yana Jitillarni va hammasi qo'rqib va qirolga ta'zim qilib turibdi. Va bu yerdan bir narsa bo'ldiki, Jitil qirolning ustidan kuldi va u qirolni jahli chiqib Jitilni osmonga otdi va u nega jahli chiqqan o'zingizlar ham ko'rdinglar. Bu yerdan Jitil u qirolni masxara qildi. Bu qirol esa kichkina bo'lgani bilan juda katta qudratli kuchga ega edi va bularga ruxsat berdi. Hamma joyi talon-taroj qilinglar va hamma oltinlarni hammasini olib kelinglar, butun qishloqqa yoqib yuboringlar va butun Minecraft olamidagi qishloqlarni dabdalasini chiqaringlar. Hamma oltinlarni menga olib kelinglar deb buyruq berdi. Bular esa buyruqqa bo'ysungan holda hamma narsani qirolning oldiga yig'ib olib keldi. Qirolga bu ham yetmagandek, butun qishloqlarni o'ldiringlar deb buyruq berdi va shunday qilib qaroqchilarni ham, ularni cho'chqalar, neziritlar hammasi urushga chorlandi va urushib ketishdi va hech kim ularni to'xtatib qolisha olmayapti. Hamma o'rmonlarga kirib turib, hamma narsani dabdala qilib, daraxtlarni sindirib, yerlarni kovlab, yondirib tashlashsa bir gap bilan aytsak. Va hamma hayvonlar bulardan qo'rqgan, butun qishloqlarni dabdalasini chiqarib, Jitillarni o'ldirgan. Ular Jitillar qochgan va mana ularni ham hammasini o'ldirdi va hamma joyga nima bo'lsa ham hammasini o'zlariniki qilib oldi va butunlarni chaqirdi. Hamma oltinlarni o'zlariga olib kelishdi va bu yerdan chiqdi va hayvonlarni qo'ygan, bularni o'ldirmoqchi bo'lishdi. Lekin bu hayvonlar ham qochdi va bu yerda butun joyni bular egallab oldi. Va birdaniga Stiv uyg'onib ketdi. Qarabsiki, butun qishloq dabdalasi chiqqan va Alex xursand va bu yerda Stiv juda xafa va bu yerdan 5-6 kishi qolgan. Xolos, qolganlar hammasi halok bo'lgan va Stivning bu yerda jahli chiqqan, ularni o'ldirmoqchi bo'lgan, lekin uni Alex
tinchlantirib qo'ydi va Alex o'zi olib kelgan narsalarni hammasini tashlab bular o'zlariga tayyorlanishni boshlashdi va bularni yengishga qaror qildi va hamma narsalarni bersak orqali hamma narsalarni yasadi va branjilet va har xil narsalar bularni maqsadi qishloqlarni o'zlariga yana olib sokin hayotda yashash. Stiv o'xshamay qoldi qilgan narsalari. Alex bu yerdan nimadirdan xafa va hamma narsani yig'di va bular уже mashq qilishlarni boshladi va yasagan narsalarni o'rganyapti. Qanday ishlaydi, qanday ishlamaydi va Alex bilan Stiv butun qishloqni qutqarishga yo'l oldi va bu yerdan hamma mahbuslikka oldi va ularni ishga buyurishini aytdi. Va hammasi bu yerdan ishlar qilgan va o'z cho'chqalar ularni ishga buyurishyapti. Bu yerda Stiv va Alex va uning jamoasi urush qilishmoqchi bo'ldi va urushga kelishdi. Bular tayyor va hamma urushni boshlab yuborishdi. Allaqancha yerda cho'chqalarga qarshi 15 tacha odam va bo'ldi. Bu yerdan cho'chqalarni qiroli keldi va uni maqsadi nima? Hamma biladi buni maqsadini va bular urush qilishni boshladi. Va Stivni bu yerda jahli chiqqan va bular qishloqlarni va urushni boshlab yuborishdi. Cho'chqalar bu yerda yugurgan va Stiv va Alex hammasi urush qilishga yugurishdi va bularni endi ko'rib olamiz, kuchlari yetadimi yoki yetmaydimi. Bu yerdan qattiq urush boshlanib ketdi. Stiv hammani o'ldirdi va bu yarim jamoasi dabdala bo'ldi va bularga kuchi yetmagan holda bu yerda Alex ularni o'ldirib ketmoqda va u qirol hayron nima bo'lyapti. Bu yerda Stiv dabdalasini chiqarib tashlayapti. Chunki eng kuchli narsa Stivda edi, lekin bu qirolning jahli chiqdi va bularni yakson tashlagisi keldi va bu yerdan Stivni do'sti urush qilmoqda. Bu qirol jahli chiqqandan keyin har bir narsalarni qo'yib chiqdi va buni pushkalarni otib ularni yo'q qilmoqchi bo'ldi va bularda unaqa narsalar yo'q edi va otdi ham va Stiv Alex yonma-yon uchib ketdi va ularning kuchi kamayib qoldi. Butun narsalarni otlar tagida qolib ketishdi va bular hayron. Stiv bilan Alex nima qilishni bilmay qoldi va Stiv ham dabdalasi chiqdi va yana kuchi yetmadi va yana hushidan ketishdi va yana yutqazishdi. Sizlar ham eshitdinglarmi? Bu nima? Yo-moyo. Mana shu o'rmon tarafdan kelyapti. Yana bularning kuchlarimi deyman. Xavotir olma, sizlar bilan. Ayni vaqtda keldinglar, yaxshi. Bir vaqtda Minecraftdagi butun moblar Stevening jamoasiga yordam berishga kelishdi. Bularning maqsadi Netherite'ni yo'q qilib, yana Minecraftni o'z holiga qaytarish. Va shu paytda yer birdaniga qimalab ketdi va bu yerning ichidan Warden chiqib keldi va uning maqsadi Steve va uning jamoasiga yordam berish edi va Warden sizlarga yordam bergani keldim deb aytdi va bularni yengishga tushdi. Xo'p do'stlarim, endi bularni 100% yirtib yanchib tashlaymiz va hamma urushga olg'a!
Va cho'chqalarning qiroli cho'chqalar mag'lub bo'layotganini ko'rib o'zi jangga tushishga qaror qildi va cho'chqa Vardenni ko'tarib oldi va bu yer buni ko'rib qolgan Alex unga o'zini nayzasini otdi va u nayzani qaytarib yubordi va cho'chqalari kuchdan tolib qoldi va o'zini kuchini qirol cho'chqa ishlatdi va yana urush boshlanib ketdi. Stiv bilan Alex bu yerda hayron qoldi va yana Stiv jahli chiqib Stiv yugurib bormoqchi edi, bitta urdi. Alex bilan Stivga qarshi bitta qirol cho'chqa bu yerda Stiv qattiq urush ketmoqda va lekin Stivni uchirib yubordi. Bu yerdan Alex orqalaridan kelib va qattiq jang boshlanib ketdi. Va shunday qilib qirolning qudratli nayzasi sindi va hamma cho'chqalar halok bo'ldi. Va shunday qilib u qirol cho'chqa o'zining olmachasini ularga otgandi, lekin uni Varden to'sib qoldi. Va natijada Vardenga u olma ta'sir qilmadi va u cho'chqani Varden urib yakson qilib tashladi. Va shu bilan Stiv va uning jamoasi g'olib chiqdi. Va bu yerda hamma xursand va shun bilan Nezeritni yo'qotib tashlashdi. Va shun bilan urush tugadi. Hamma boblar o'zlarining uylariga va qishloqlariga ketishdi. Va bu yerda bitta tadbir o'tkazildi. Bu tadbirda Alex va Stiv taqdirlandi. Dublyajimiz yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni esingizdan chiqarmang. Va shunaqa videolar ko'p chiqib turishi uchun sizlarning yordamingiz kerak. Like va obuna bo'lasiz, bo'ldi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.